O'g'lim nogiron emas. Voy, kim yetdi sizga? Bolaligida yiqilib umurtqa pog'onasi lat yeganda, haligi operatsiya bo'lgandi. Hozir tuzalib ketgan. Demak, shunga Zarina telefonni ko'tarmagan. Yuragin aldamagan ekan. Uni ham aynitishgani aniq. Lekin yigit kishiga og'ir ko'tarish mumkin bo'lmasa, nima ro'zg'or aravasini qizib tortadimi? Voy jon Zeboxon, bunaqa gaplaringizni esingizdan chiqaring. Nega endi kelinimga yuklarkanmiz ro'zg'ori? O'g'lim o'zi pul bilan hammasini hal qiladi. Yo'q, men kelinimga ro'zg'ori yuklamayman. Aslo. Gap tamom. Bizga nogiron kuyov kerak emas. Fotihani buzamiz. Unaqa demang, Zeboxon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Voy, sharmanda bo'lamiz-ku, to'y e'lon qilib qo'yganmiz. Zeboxon. Biz nimaga sharmanda bo'lar ekanmiz? Nogiron sizni bolangiz bo'lsa, biz nega sharmanda bo'lamiz? Bor haqiqatni aytamiz. Bizga birov ayb qo'ymaydi, opa. Zebo, bu qaroringizdan qayting. Alo.